هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Ra'd suresi tefsiri 31. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ra'd suresi 31. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mubada birer Kur'an yani kitap bulup onu tilavet kılış bilen tağla yütkiladigan yoki yer yeriladigan ve yoki ölükle sözleydigan bo'lgan taqdirdimi ular cho'qim iymon etmaydi. Hamma ish Allohning ilkidadir. Agar Alloh xolasa insonlarning hammasini jazman hidoyat qiladiganligini mu'minlar bilmadimi? Mekke fethi qilinib islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allah'ın vədisi əməlgə aşqanğa qədər kafirlar öz qılmışları tüpəylidin haman türlük balalarga duçar boludu, yoki bala ularning yurtiga yaqin bir joyga tushidi. Allah vədisiga albatta xiloflik qilmaydi. Kafirlarning Qur'onning fazilatini inkor qilishi. Allah Teala Muhammed aleyhisselam'a nazil kılgan bu Kur'an'ı medhilep, Kur'an'dan ilgiri nazil kılıngan kitapları boğan faziletini bayan kılıp mundaktaydı. Mubada birer Kur'an yani kitap bulup, onu tilavet kılış bilen tağla yütkilidigan, yani eğer ilgiri nazil kılıngan kitaplar içinde birer kitap bulup, onu tilavet kılış bilen tağla orundan yötkiladigan yoki yer yeriladigan ve yoki kabirlerdeki ölükler sözleydigan bolsa, elbette şu süpetler bilen başka kitap süpetlenmey, bu Kur'an süpetlengen bolattı, yoki birinci bulup bu Kur'an süpetlengen bolattı. Çünkü bu Kur'an möcize bulup, barlıq insanlar ve cinlar birleşip Kur'an'ın oxuşini keltirmekçi bolgan taqdirdimi, ular Kur'an'ın oxuşini keltirishga hergiz qodir bo'lolmaydi. Shundaq turuqliq ana shu mushriklar Kur'an'a ishonmaydi ve onu inkar qiladi. Hamma ish Allohning ilkidadir. Yani hamma ish yoki narsa g'olib ve büyük Allah tarafga qaytarildi. Allah xohlagan narsa vujudga keladi. Xohlamagan narsa vujudga kelmaydi. Allah azdırgan kişini hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. Allah hidayet kılgan kişini hiç azdırgıcı bulmaydı. Mezkur ayette birer Kur'an deb tilga ilindi. İntayin az ahvallarda Kur'an'ın ismi ilgiri nazil kılıngan kitaplarga işletildi. Çünkü Kur'an hamma samavi kitaplarning yig'indisidir. İmam Ahmed Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tilavet qilish Davud aleyhisselamның tiliga intayin yengil qilindi. U etini egarlashga buyurib etib, eti egarlanib bo'lishdan burun Qur'onni, ya'ni Zaburni tilavet qilib tugitib bo'ladi. Davud aleyhisselam öz emgigidinla yeytti. Bu hadisni Buxoriy mu rivayet qilgan. Bu hadisda mu ilgari nazil qilingan kitap Zabur, Qur'on deb ataldi. Agar Alloh xolisa
insonlarning hammasini jazman hidoyat qiladiganligini mo'minlar bilmadimi? Ya'ni bütün insonlarning iymon aytadiganligini bilmadimi yoki bu ularga oydinlashmadimi? Dillarga va aqllarga Qur'ondek ta'sir qiladigan dalil pokit va mo'jiz yo'q. Agar Alloh Qur'onni bir toqqa nozil qilsa, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanligidan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. İmam Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har bir payg'ambarga insonlar iymon etadigan mo'jiza berildi. Shak shubhisizki, menga berilgan mo'jiza vahiydir. Alloh taolo uni menga vahiy qildi. Men qiyomat kuni agash kuchilari eng ko'p payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. Bu hadisning ma'nosi her bir payg'ambarning mo'jizasi uning o'lishi bilan oxirlashidir. Bu Qur'on bo'lsa mangu qoladigan dalil pokitdir. Uning sirlari tugab qolmaydi. Uningga berilgan raddiyami ko'p bo'lishi bilan ko'nrab qolmaydi. Ölümalar uningga to'ymaydi. U haq bilan botilni ayirg'ichidir. Chaqchaq emasdir. Kimki uni tark etsa, Alloh uni halok qiladi. Kimki to'g'ri yo'lni uningdan boshqa narsadan izlasa, Alloh uni ozdirdi. Hamma ish Allohning ilkididir. İbn Ishaq bu oyat haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni faqat Alloh xohlagan ishlar vujudga keladi. Xohlamagan ish vujudga kelmaydi. Ibn Jarir shundaq tafsir qilgan. Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishidan iborat Allohning va'dasi amalga oshganiga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan aman turli balolarga duchor bo'ladi yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Ya'ni ular haqni inkor qilganligi tufaylidan dunyoda ular yoki ularning atrofidagi kishilarga hamisha balolar yetib turdi. Mundaq bo'lishi ularning va'z nasihat va ibrat elishi uchundir. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yonsun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularning ziminining atrofini musulmonlarga egallatish bilan qadam-qadam taraytib berayotganligimizni ularmi bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi, mag'lub hisoblanamdi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Makka fathi qilinib, islom dinining g'alaba qilishdan iborat Allohning va'dasi amalga oshganiga qadar kofirlar o'z qilmishlari tufaylidan hamon turli balolarga duchor bo'ladi. Ya'ni ularga osmondan azob tushadi yoki balo ularning yurtiga yaqin bir joyga tushadi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom ularning yurtiga yaqin bir joyga tushib ularga urush ochdi. Mujahid va Qatada qatorliqlarmi bu oyatning tafsirini mushundaq bayon qilgan. Ikrima ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana bir rivoyatida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Balolarga duchor bo'ladi, ya'ni musibatlarga duchor bo'ladi. Alloh va'dasiga albatta xiloflik qilmaydi. Ya'ni Alloh payg'ambarlarga va ularga ergashganlarga dunyo va oxiratda yordam berish va'dasini hargiz buzmaydi. Allohning payg'ambarlarga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamag'in. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlardan intiqom olg'uchidir.
Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Kafirlarga beriladigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ularga bergan jazoim qanday ekan? Payg'ambar alayhisalomga tasalli berish. Allah Taala payg'ambari Muhammad alayhisalomga qavmining uni inkor qilganligiga ko'nglining yerim bo'lmasligi uchun tasalli berib mundaq deydi. Senden ilgari o'tgan nurg'un payg'ambarlar haqiqatan masxara qilindi. Ya'ni sen uchun ularda elishga tegishlik ulga bor. Kafirlarga berildigan azobni bir muddat kechiktirdim. Ya'ni ularga muhlat berib, ularga tushadigan azobni kechiktirdim. Ondan ularni jazoladim. Ya'ni ularni qattiq jazoladim. Ularga berildigan azobni kechiktirganlikim, ondan ularni qattiq jazolaganligim haqidagi xabar sana yetkazilmadimi? Sana yetkazildimi? Allah Taala bu vaqtda mundaq degan. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq, ularga men muhlat berdim. Ularga bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Axir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni axir hammasi menga keladi. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Allah zolimga albatta muhlat beradi. Uni tutgan chaqda hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Ondan payg'ambar alayhisalom bu oyatni o'qidi. Rabbing zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Her bir kişinin qilgan amalini kuzatib turg'ichi Allah butlarga o'xshamdi. Ular butlarni Allah shirik qildi. Ularga butlarning nomlarini atab beqinglar. Yer yuzida Allah bilmaydigan narsalar bordek, sizlar ularni Allohga aytib beramsizlar yoki quruq gumon bilan ularni Allohning shiriklari deb atamsizlar tigin. Belki kafirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ular to'g'ri yo'ldan man'i qilindi. Allah gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Allah bilan mushriklarning ilohlarining orasida hech qanday shirikchilikning yo'qligi. Har bir kishining qilgan amalini kuzatib turg'ichi Allah butlarga o'xshamdi. Allah nefes algıcı her bir can egisini kuzatib turg'uchidir. Amellerini bilip ve nazaret qilib turg'uchidir. Allah Teala amel qilg'uchilarning yaxshi yomon amellarining hammasini bilib turdi. Onunğa hech narsa maxfi qolmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, onun bilan bo'layotgan vaqtinglarda aman biz sizlarni kuzatib turamiz. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Allah bilmaydigan birasimi yo'q. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Allah marhamat yuzidan ustiga olgan. Allah ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Sizlarning ichinglardan yoshurun söz qilgan, oshkor söz qilgan, kechisi yoshiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. Agar sen oshkor so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allah'ın nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdanmi maxfiyroq ishlarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga.
Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ayni shu Allah mushriklar cho'qinayotgan, hech narsani anglamaydigan, ko'rmaydigan, tushunmaydigan, o'zlariga va cho'qing'uchilarga hech manfaat yetkazishga ega bo'lmagan, o'zlariga va cho'qing'uchilarga yetgan ziyonni ko'tarib o'tolmaydigan butlar bilan o'xshashmi? Ular butlarni Allohga shirik qildi. Ya'ni ular Alloh taologa shirik keltirib butlarga cho'qindi. Ularga butlarning nomlarini atab biqinglar, ya'ni bizga ularni bildiringlar, ularning haqiqiy qiyofatini aytib beringlar, toki ular tonilsin, yoki shak shubhisizki ularning hech haqiqati yo'q. Yer yüzüde Allah bilmeydiğin narsalar bordek. Sizlar ularni Allohga aytib beramsizlar? Ya'ni yer yüzüde butning hech qanday haqiqati yo'q. Agar uning haqiqati bo'ladigan bo'lsa, Allah uni albatta bilgan bo'ladi. Chunki Alloh taologa hech narsa maxfiy emas. Yoki quruq gumon bilan ularni Allohning sheriklari deb atamsizlar degin. Ya'ni sizlar o'z gumoninglar bo'yicha butlar manfaat yetkazalaydi va ziyon keltiralaydi deb o'ylab ularga cho'qinamsizlar va ularni ilohlar deb atamsizlar. Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar atib olgan quruq nomlardan iborat. Allah bunu ispatlaydigan hech bir dalil poki tushirgini yo'q. Ularga Rabbi tarafidan shak shubhisiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumon qila va nafslarining xohishiga ergishadi. Belki kafirlarga ularning kufri chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ularning ozg'unligi va ularning ozg'unligiga kecha-kunduz da'vat qilishi ularga chiroyli ko'rsatildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallaq qildik. Ular to'g'ri yo'ldan man'i qilindi. Ya'ni ularning kufri va ozg'unligi o'zlariga to'g'ridek chiroyli ko'rsatilishi bilan ular Alloh taoloning yo'lidan man'i qilindi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allah gumroh qilgan odamga hech qanday hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladigan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dab'i qilishga qodir bo'lolmaydi. Sen ularning hidoyat tepishiga eris bo'lsangmi, Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Ra'd suresi tefsirinden 33. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.